Aziya Konsaltda navbatdagi yangilik har doim Rossiyaga ko'rsatdik diplomlarni. Bu navbatdagisi Malayziyaga grantga mana viza chiqdi ukamiz Javohir berdi. Mana bugun samolyotga 5-may kuni bilet olgan. Bugun grantga Malayziyaga Kuala-Lumpur shahriga uchib ketishadi xudo xolasa. Javohirbek hali kunlardan bor. Omadingiz bersin. Malayziyada maza qilib o'qing. Obunachilaringizga tilaklaringizni o'z haqida tanishtirasiz. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Meni ismim Javohir Shoirjonov. Men shu Aziya Konsaltingga kelib shartnoma qilib, grant yutib oldim Malayziyaga, Kuala-Lumpur City institutiga. Xudo xolasa mana vizam chiqdi bugun. Bugun ham bilet oldim. Xudo xolasa bugun kech payt uchib ketaman Malayziyaga, Kuala-Lumpurga. Sizlarga ham tavsiya beraman, kelib shartnoma qilib institutga kiringlar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, ishonchli. Glanish ishonchli. Hozir glanish ishonch bo'ldi. Ishonch bo'lmasa hozir hamma narsa bir teng. Xudo xolasa kelib shartnoma qilib, ishonch bildirsanglar hammasi yaxshi bo'ladi. Aziya Konsalt orqali talaba bo'ling, dunyoni top institutlarga qabullarimiz ochiq, sizlarni kutib qolamiz. Aziya Konsalt zo'r.